Hozir bitta qizuv tema bo'ldi-da. Umrim davomida bunaqa klient bo'lmagan. Вообще 11 yildan mana shu sohada bo'lsam, unaqasi bo'lmagan klientni. Короче, soat 8 ga vaqt belgilaganmiz jomiga. Ko'rishimiz kerak, kafil tanlashimiz kerak. Shu bilan keyin shaharga chiqib ketamiz, voqligida. Okaga aytdim, "Oka, voqliroq ochib tura olasizmi?" dedim. Kelib soat 7 da ochib video tashlayaptilar. Mana shu yerdaman. Keyin biz 1 soatdan keyin 8 da ko'rishdik klient bilan. Men sal voqliroq keldim. Men bitta kafillarni ko'rib turdim. Brat keldilar deb bitta shundoq keldilar-da. Qaysi kafil tanlaymiz hovliga? 60-30 bitta variant mana ochroq, mana bu to'qroq dedim-da. Mana bu maydaroq variant. Endi mana bu ishlashim to'qli qiladi dedim-da. Sizni fasadingiz oqga travertirang dedim. Shuning uchun mashina tanlasangiz yaxshi. Kirchimon, tozalashgan oson. Mana endi oq, endi attention to'liga yaxshi tushadi dedim-da. Bo'ldi, mashina dedilar, narxini kelishdilar-da. Mashina dedilar, tanlab chiqib ketdilar. 1 minutda hal bo'lib ketyapti. Shuna kelyaptilar, mama deyaptilar, ketyaptilar. Bunaqa klient umrim davomida bitta. Oka ko'rib turgan bo'lsangiz, mani deb o'sha deb kommentga yozib qo'ying. Kimligi kim haqida gap ketayotganini ko'rishsin. Umringiz davomida eng ko'p vaqt yurgan klientingiz bilan necha kun yurgansiz? Bitta sanuzulli kafilni tanlash uchun menga qiziq. Men bitta sanuzulga 3 kun tanlaganman. Shunaqa klientdan bo'lgan umrim davomida. Lekin mana umrim davomida eng tez bitgan, ya'ni 1 minutdan bo'ldi. Ya'ni eng minimallisi ham bor, eng maksimalisi ham bor. Siz necha kun yurgansiz bitta klient bilan? Kommentariyada yozib yuboring.